Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Moskvadan Toshkentga mana navbatdagi reysimizga yo'lovchilar kelish jarayoni boshlandi. Shundan keyin Moskvadan Toshkentga ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Yo'lovchilar kelib o'z joylarini egallashni boshlashmoqda. Opalarimiz mana so'mkalar joylangan jarayon. Yo'lovchilar mana estasizlik bilan kelib o'z joylarini. Nima gap? Avtovokzaldan ketyapsizlarmi amaki? So'mkalarni soling pastga, bu tomondan o'tsangiz bagaj bor. Taksi tushirib ketdi. Aha. Sizlarmi deyapman. Bilet oldingizmi? Yo'q, 063. Biletingiz qani? Tabiiy numeri yo'q. Biletingiz yo'qmi? Turibdilar. Necha kishilar sizlar? Men bir kishi. Bo'l, turib turing endi. Biletingiz yo'qmi? Bez bilet chiqarilmaydi. Kim ketmoqchi bo'lsa? Biletingiz bormi? Ha, u tomondan qo'ying, u tomondan. Bilet bormi opa? Da, bormi? Kim ketmoqchi bo'lsa, shunday komfortabilniy avtobuslar bemalol murojaat qilishlari mumkin. Avtobuslar pastga jarayonlar yurish. So'mka bormi opa? Olib o'ting bu tomonga, orqaga. Orqadan olib o'ting. Ha, shu biletlar bo'lsa, nariga orqa tomondan olib o'tinglar, orqadan. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent.